Hörmətli Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünlərni qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti barlıq İslam aliminin cümlədən Şərq Türkistanlıqlarının Ramazan ayını təbriklaydı. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti 18 fevral günü ictimai axbarat vasitələrində Ramazanınızga mübarek bolsun. Siz Ramazan tutup ibadet kılıvatkan paytınızda irqiy qirg'inchilikqa, qul qilinishga va ibodat qilish huquqidan mahrum qilinishga duch kelayotgan ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkiston musulmonlarini yodingizda tutqaysiz. Qilgan duolaringiz va harakatlaringiz Sharq Turkistonning va uning xalqining ozodligini tezlatkay dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Cumhur raisi Doktor Mamtumin A'lo apandi bu muborak oy boshlanganda biz e'tiqodimizni yangilaymiz, mehr-muhabbatimizni cho'nqurlashtiramiz va adolat, qadr-qimmat uchun irodamizni mustahkamlaymiz. Bu yil xuddi ilgirkiga o'xshashla duolarimiz ig'ir yukni ko'tarib kelmoqda. Ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining oilalari parchalandi. E'tiqodi qonunsiz deb e'lon qilindi, kulturi yo'qitildi, jasadlari to'plandi, mahbuslar qul sifatida ishlatildi. Butun bir millat Xitoyning vahshiy kontrolliga ostida yo'q bo'lish girdoviga duch kelmoqda. Ramazon tutish, namoz o'qish hatto umid qilishmi cheklangan har bir jonga Ramazonning nuri zulmatingizni yo'ritg'ay, sunmas ro'yingizni yo'ligay va erkinlik o'tini tutashtirg'ay. Bu muborak oy bizni sukutda aslashdan amaliy harakatga, qadr-qimmat, bexatarlik va adolat uchun otilinishga turtki bo'lsin dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor Juamit gezitining ziyoratini qabul qilib, xalqaroning diqqatini Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikdan boshqa yoqqa burilib ketganligini, ammo irqiy qirg'inchilikning yanada shiddat bilan davomlashayotganligini aytdi. Juamit xabar to'rining 17 fevral kunidagi xabarda mundaq deyildi. Amerikalik Uyg'ur siyosatchi Salih Xudoyor yaqinda Juamit muxbirlarining ziyoratini qabul qilib, garchi dunyoning diqqati boshqa tarafga burilib ketgan bo'lsa-mu, Uyg'urlar yanada Xitoy hukumati tomonidan o'ldirilmoqda dedi. Uyg'urlar Şinjan deb atalib qolgan Sharq Turkistonning yerli xalqi. Ular bu joyni o'zining haqliq ona vatani deb qaraydi va uzundan buyon mustaqil davlat bo'lishini orzulaydi. Xitoy Kompartiyasi Uyg'ur kimligini ojizlatish, nupusni Xitoy davlatiga itoatkor asbobga aylantirish uchun tirishib, rayonni intayin chin kontrol qiladi. Bu zamonaviy tarixning eng rayimsiz va keng ko'lamli besimining biri bilan amaliylashadi. Xitoy atalmish Şinjanni dunyoning eng zich kuzatiladigan, qattiq kontrol qilinadigan, yuz minglarcha bexatarlik kontrol qilish o'rni bo'lgan, millionlagan kameralar xalqning har qanday ish harakatini kuzatadigan bir davlatga aylantirib qo'ydi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor Uyg'urlar diniy e'tiqodini, kulturini yashay olmaydi, ona tilida so'zlasha olmaydi. Ular unumli turda cheklandi yoki tamoman cheklandi dedi. Eng qo'rqinchli bo'lgani minglagan kasbiy tarbiyalash markazlari va qayta tarbiyalash markazlari atalmish Şinjanning hamma rayonlarida qurilgan. Garchi qarmoqqa xatarlik ko'rinmasmi, yig'ilish lagerlarining rolini o'ynaydi. Hokimiyat ichiga qamalganlarning diniy e'tiqodini yo'qotish, o'ziga itoatmand qulga aylantirish uchun psixik besim va fiziklik qiynash olib bordi. 3 million Uyg'ur bu lagerlarda tutib turilgan bo'lib, qamalganlarning aytishicha, ular mingisini yo'yish, urish, dori ichishga majburlash, tug'mas qilib etish, och qo'yish, majburiy emgak silish, bosqinchilik qilish, qattiq qiynash qatorli qilmishlarning qurboniga aylangan. Katibaşlar aytgan üstün ana eqimi Xitoy kulturiga bo'ysunish uchun e'tiqodidan voz kechishni rad qilganlar ig'ir jazolangan, hatto o'ldirilgan. 2021 yil yanvarda Amerika prezidenti Donald Trumpning dastlabki mezgilida Xitoyning Uyg'urlarga qaratilgan vahshiy qilmishlari irqiy qirg'inchilik deb qabul qilingan. Salih Xudoyor bu e'tirof qilishning haqli ekanligini aytib, bu 21 asrdagi zamonaviy irqiy qirg'inchilikning o'rniki. U bevosita turkumlab o'ldirishdan ko'ra tug'ut cheklash, oilani parchalash, majburiy emgak silish orqali turkumlab qul qilish hamda masjid, mozor va boshqa kultur o'rinlarini vayron qilish yoki maqsadini o'zgartirish orqali bir xalqning ayrim bir guruhi sifatida mavjud bo'lib turish iqtidorini yo'qotishni asos qiladi dedi. Amerika hukumatining bu belgilamasi nurg'ulg'an davlatlarning Uyg'ur majburiy emgaki bilan ishlab chiqarilgan mollarga jazo yurgizishiga turtki bo'ldi. Shuning bilan bir vaqtda taratqular va kishilik huquq tashkilotlari Xitoy Kompartiyasining turkumlab tutqun qilishi, majburiy emgak silish va boshqa vahshiyliklar haqida izchil ogohlantirish berib turdi.
Biroq 5 yildan keyin dunyoning diqqati butunlay degidek buraldi. Hozir ingliz tilida chiqadigan xabarlarning faqat 0,3% Uyg'urlarga chetiladi. Bu nisbat irqiy qirg'inchilik deb bekitilgan dastlabki oylardagi nisbatning 6dan 1 yetmaydi. Salih Xudoyor taraflarning diqqati va faoliyatchilarning markazlashishi boshqa tarafga buraldi. Chunki Amerika qatorliq hukumatlar o'zlarining jug'rafiyalik siyosati va iqtisodiy manfaatlarini ko'zda tutib, bu masalani oldingi muhim ishlar qatoriga qo'ymadi. Shuning bilan bir vaqtda boshqa dunyoviy krizislar xalqaro kun tartibini egallaganida Uyg'urlarning tortayotgan azoblari bir chetga qiqildi. Hukumatlar, taratqular va nurg'ulg'an faoliyatchilar o'zlari texmo jiddiy yoki siyosiy jihatdan qulaylik deb qaragan masalalarga diqqat e'tiborini berdi. Bu sal qarashqa yana Xitoy davlatining ommani qaymoqtirish uchun qo'zg'agan keng ko'lamli tashviqot va yolg'on uchur tarqitish harakatimi qo'shildi. Bu chet ellik muxbirlar va ta'sir kuchiga ega shaxslarni ilib kelib, reallikni pardozlaydigan hamda atalmish Shinjongni tinch, gullangan qilib ko'rsatadigan inchiklik bilan o'rinlashtirilgan sayohatlarni uyushtirish orqali amalga oshirildi. Bu normallik tuyg'usi paydo qilib, sun'iy muqimlikni taraqqiyot qilib ko'rsatdi dedi. U yana bu sabablar tufaylidan dunyo hozir atalmish Shinjongda yuz bergan vahshiyliklarni ko'rmaydi va ayblamaydi. Lekin bu azob oqibat va zulmning oxirlashganligini tushundirmaydi. Dunyo cho'qim Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini tushunishi kerak. Millionlagan Uyg'urlar turmalarga, jazo lagerlariga qamaldi. Dunyoviy ta'minlash zanjiriga bog'liq zavodlarda majburiy emgakka selinyotidi. 1 milliondan ortiq Uyg'ur bolasi oilasidan majburiy ayritildi. Asosiy masala hal bo'lmaguncha xalqimiz azob-uqubat chekiverdi. Eng muhimi, hech qanday hukumat va hech qanday cho'ng xalqaro organ hozirgacha bu qirg'inchilikning asosiy sababi, ya'ni Xitoyning Sharq Turkistonni mustamlika qilishi va harbiy ishg'ol qilishiga yuzlanmadi. Kishilik huquqni yaxshilash, kultural erkinlik yoki haqiqiy avtonomiya chaqiriqlari Xitoyning hukmronligi ostida turib o'tgan 76 yillik ishg'oliyat va 70 yillik atalmish avtonomiyaning ochiq savoqlariga, shundaqla xalqaroning sukut va harakatsizligi ostida o'tgan 10 yildan ortiq irqiy qirg'inchilikning ochiq ibratlarga sal qaraganligidir. Dunyo shuni bilishi kerakki, faqat Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish va xalqimizning o'z taqdirini o'zi belgilash negizlik huquqini kafolatga ega qilish orqali Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining kishilik huquqi, erkinlik va mavjudligi haqiqiy qo'g'dildi dedi. Amerika Xitoyning maxfiy yadro sinovi ilib berayotganligini ilgari surgan. KNKX xabar torining 11 fevral kunidagi xabarda aytilishicha, o'tgan haftaning oxirida Amerika Xitoy maxfiy yadro qurollari sinoqlarini planlamoqda hamda oz deganda bir qatim sinoq ilib berib bo'ldi degan dabdabalik bir bayonotni o'tirg'a qo'ygan. Mutaxassislar bu bayonotning yadro sinoqiga qarshi uzun mazgillik yer shari o'lchamining texmo buzilganligidan bishorat berishidan ansirgan. Bu bayonot ommaga oshkor va intayin aniq bir shaklda o'tirg'a qo'yilgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining qurol kontrol qilish va xalqaro bexatarlik ishlariga mas'ul yordamchi ministri Tomas Dinanno oldingi juma kuni Jenevada o'tkazilgan qurolsizlantirish yig'inida Amerika tarafining bu muhim istixborot bayqashlarini oshkorlagan. U yig'inga qatnashgan vakillarga qilgan so'zida, "Men shuni oshkorlaymanki, Amerika hukumati Xitoyning yadro portlatish sinoqlarini ilib borganligidan xabardor. Bu yuzlagan tonna portlash kuchiga ega maxsus sinoqlarga tayyorlik qilishni o'z ichiga oladi. Xitoy 2022 yili 22 iyun kuni mushundaq portlash kuchi hosil qiladigan yadro sinoqidan birini ilib bordi" degan. U yana Xitoyning o'z faoliyatlarini yoshirish uchun ayiritish otliq bir xil texnikani qo'llanayotganligini aytgan. Xitoyning Washingtonda turishliq elchixonasi Fransiya agentligiga bergan bayonotida bu bayonotni tamoman yolg'on degan. Ko'pincha davlatlar uzun yillardan buyon yadro qurollarini sinoq qilmagan. Garnik Xalqaro tinchlik jamiyatining yadro qurollari mutaxassisi Ankitning aytishicha, eng oxirgi keng ko'lamli yadro sinoqi 2017-yili Shimoliy Koreyada ilib berilgan. Pentagon Xitoyning qurol omborini kengaytirishi Tayvanga tajovuz qilishning boshlanishi yoki Amerikaning boshqarilgan bomba mudofaasini yengishning bir sinoqi bo'lishi mumkinligidan andish qiladi ekan. Xitoyning yadro kengayishi Amerikaning o'tgan hafta Rossiya bilan tuzgan eng oxirgi qurol kontrol kelishimining oxirlashishiga yo'l qo'yishi va yadro sinoqini qayta ko'zdan kechirishiga yo'l ochgan asosli sabab ekan. Prezident Trump Xitoy qatorliq boshqa davlatlar bilan teng asosda sinoq qilishni xohlaydiganligini aytgan. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor Xitoy yoshirin yadro sinoqi ilib berayotgan
yadro o'qbeshini mingga yetkazish uchun tez suratda ilgirlayotgan va qit'alararo ballistik boshqariladigan bomba saqlash silosini kengaytayotgan bir paytda shu paket ko'zga ko'rindiki, Xitoy Xalq Jumhuriyatining iqtisodiy, siyosiy va harbiy jihatdan gullanishining asosi bizning vatanimizda. Sharq Turkiston Beyjingning gullanishdagi hal qilg'uchi kashila siziqdir dedi. Mavjudlik kirizida beparvolik va quloq yupurib hech qachon qutulish chorasi bo'lmagan va bo'lolmaydi. Tasalli dorisi degili texmi bo'lmaydi. Bilmas bo'lib o'tib ketsa, hammasi o'tib ketadigandak, hamma tugisimi o'zi bexaraman yashsala, shu hisobdak tuyg'uga asir bo'lish xuddi og'riqqa to'xtamay morfin urish orqali taskin tepishni davolanishning o'zi shu deb qarab olishdek saxta chora, saxta tadbirdir. Qalaymaqanchilik vaziyatda o'zini chetga tortish orqali saq qilish balkim qisqa musofada ishga yaragandek ko'rinishi mumkin. Lekin uzun musofalik muddatni, ya'ni kelajakni o'ylagan vaqtda aniqki bu xil pozitsiyalar taqobil turish mumkin bo'ladigan nurg'un vaziyatlarni qo'ldan berib qo'yishga, fursatlarni qo'ldan ketkazib qo'yishga, tayyorliqsiz tutilishga, kuchsizlanishga, o'zidan keyingi naslga nisbatan kimlik va milliy mavjudlik kirishsi qaynamaga g'arq bo'lishga elib bordi. Buning muddatga bo'lib erib tugashga rozi bo'lishdan boshqa ish emasligi, o'zini o'zi aldash hamda kelajak naslning yanada tez erib tugishiga bir kishilik hassa qo'shishdan boshqa ish bo'lmaydiganligi muqarrar. Butun yo'qolganda parchaning qimmati bo'lmagandek, millat yo'qolganda tirik qolgan sening yoki mening mavjud bo'lishimning ma'nosi qolmaydi. Millatning mavjudlik ko'rishida sening va mening tomoshabinimga aylanishim, amaliyotda o'zimning yo'q bo'lish tahdidini qabul qilishim, o'zimning o'lim xatiga o'zimning imzo qo'yib berishimdir. Harakatsiz jamiyat tushkunlikka, harakatsiz shuar yo'qolishga, harakatsiz da'vo xurashga mahkumdir. Passivlik va turg'unlik moyatda mag'lubiyat bayrog'ini egiz ko'tarmagan taqdirdami ko'tarishga tayyorlikni e'lon qilayotganligining belgisidir. To'xtalayotgan va biz muhattab bo'layotgan hamda a'zosi sifatida bosh qotirayotgan jamiyat mana mush xil mizojga mubtalo bo'lgan jamiyat bo'lib qoldi. Biz dardlanayotgan jamiyat mana bu xil ro'yi illatlar chirmagan jamiyatga aylanib qoldi. Biz qalam tartayotgan jamiyat ana shu yupurilib kelayotgan tahlikadan quloq yupurib olsalar saq qoldiganligiga oldin ola aqida qilib olgan, aqida qilishga tegishli barcha iymuniy prinsiplarni, vijdoniy siziqlarni bir chetga qayirib qo'yishdan yiqmaydigan, o'zi xohlab unutishni, milliy jarohatini sun'iy usulda mas qilib o'tishni, xatarga qarshi tug'an silish yo'lida izlanishdan, aql fikr yurgizib, chora tadbir ishlab chiqarishdan va xatarga taqobil turishga bir kishilik hassa qo'shishdan o'zini qochirgan, bilmasga solingan, divanglarcha, passivlarcha, bexudlarcha kun o'tkazishni a'lo biladigan jamiyat bo'lib qoldi. Demak, bu jamiyat duch kelayotgan tahlikadan va bu tahlikaning oqibatidan bexabar emas. Aksicha xabardor bo'lishdan bezor bo'ladigan ro'yi zarbalarni vujudidagi qarshilik ko'rsatish ro'yini uyg'otuvchi signalga, haq yo'lida kurash qilishdagi energiya motoriga aylantirish o'rniga uning quliga aylanib taslim bo'lish yo'lini tanlab olgan jamiyatga aylanib qoldi. Eng achinarlisi bu jamiyat ana shundoq o'zini o'zi afyonlayotgan, udulliq og'riq to'sish dorisi yeb turishning kesilini saqaytirganligiga zo'rlab ishinib yurayotgan bir jamiyatga aylanish xavfida turibdi. Halbuki bu jamiyat qandaqdir iqtisodiy yoki ijtimoiy buhron tufayli och yalang'ochlikqa, ussizlik yoki qahatchilikka mubtalo bo'lgan jamiyat emas, balki uningdimi battar qirg'inchilik va yo'qolish xatariga uchrayotgan, xatar oldida chorasizcha jon talashayotgan jamiyat edi. Ajaba kasalni yoshirsang o'limi oshkora emasmidi? Halbuki masalaning yechimi beparvolikda emas, sezgirlikda. Uxlab olish va uxlagan ko'rinib olishga emas, uyg'onishda va uyg'oqlikda. Xavfsirashda emas, yuzlanishda. Taslim bo'lishda emas, taqobil turishga urinishda emasmidi? Borxon Muhammadning yozmasidan elindi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.